Mana kengizar, tez kengizar. Fidoyilar chaqaloq hayotini qutqarib qolishdi. Chaqaloqning ovozi eshitildi ichkarida. Tuyni kichkinaligi sababli u yerdan olish imkoni yo'q edi. O'sha vaqt faqatgina chaqaloqni qutqarish ayolda edi. Nimaga tez yordam yetib kelmadi? Nimaga bu ayol majbur bo'ldi shuncha yo'l yurib, to'lg'oq bilan hojatxonaga kirgan? Ayol homilador ekanligini bilmagan. Nafas olyapti. Qanday qilib 9 oylik bo'lgungacha bola ona bilmasligi mumkin. Bunday bo'lishi mumkin. Biz menopauza deb aytamiz. O'shandan keyin farzand bo'lib qolganini bilmay qolishadi. Lekin uyda erkak bormi? Erkak nimani bila oladi? Eng fidoyi insonlar mana shular. Kechasi qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar. Bu yerdagi holatda ko'proq ehtiyotsizlik oqibatida bo'lib chiqyapti-da. Bu yerda mediklarning aybi yo'q-da. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi efirda. Fidoyilar chaqaloq hayotini qutqarib qolishdi. Bugun shu haqda gaplashamiz. Biror bir kimsaga, narsaga yoki g'oyaga astoydil kirishgan va ular uchun jonini berishga tayyor bo'lgan insonlarga nisbatan biz odatda fidoyi insonlar deb ataymiz. Bunday insonlar qaltis vaziyatlarda jonini jabborga qo'yib, hattoki jondan kechishga ham tayyor turib, mana shunday muhtoj insonlarga yordam berishadi. Atrofimizda bunday insonlarni ko'rganimizda zamonamiz qahramoni deya chiroyli ta'riflar ham beramiz. Bugun atrofimizda bunday insonlar ko'p, shunchaki biz ularni bilmaymiz. Faqatgina filmlardagi qahramonlarni mana ular deya olqishlaymiz. Ammo atrofimizdagi zamonamiz qahramonlarini ko'rsatish fursati yetdi. Mo'ldapa, xush kelibsiz studiyamizga. Siz mana shunday qahramonlarni bilasizmi? Siz to'g'ri aytdingiz. Unday qahramonlar hech qachon o'zini manaman deb ko'rsatmaydi. Saxiylikni, xayriya qilayotgan ishlar hech qachon insonni o'zi bilan, tili bilan aytilmaydi. Unday qahramonlarimiz juda ham ko'p. Har kuni ular bor. Hattoki oddiy peshxod yo'lagidan o'tayotganimizda ham kimnidir o'tkazib qo'yadi. Borib jamoat joylarida qandaydir bir oddiy misol tariqasida ham aytib o'tishimiz mumkin. Katta bozorlarda kichkina bolajonlarni yo'qotib qo'yadiganlar bor. Bolajonlarini olib kelib beradiganlar bor. Bevosita o'zini vaqtini o'shandan ayamasdan saxiylik qilaman deb va undan tashqari ko'plab kunlik jamiyatimizdagi bo'layotgan hayotda bunaqa qahramonlarimiz yon atrofimizda juda ham ko'p. Bevosita o'zimiz ham shu jarayonda ishtirok bemalol etishimiz ham mumkin. To'g'ri aytasiz. Ko'ngilni g'ash qiladigan holatlar borki, bugun ijtimoiy tarmoqlarda bu narsaga tez-tez ko'zimiz tushyapti. Eridan qasd olish uchun bolasini urganlar yoki bolasini qiynaganlar, bolasiga befarq bo'lmasdan qaynonasi bilan olishib, hayotiga befarqlik qilayotgan ayollar ham afsuski oramizda yo'q emas. Bugun qonunan qanday qilib mana shunday ayollarga choralar ko'rilyapti? O'zi bormi bularga chora? Albatta bor. Bu bevosita qonun bilan himoyalangan har bitta bolajon, nafaqat fuqaro qonun bilan himoyalangan. Biz bemalol ayta olamizki, endi albatta bu yerda har bir jarayonda, har bir jabhada o'sha holatni o'ziga tushish kerak. Biz hech qachon o'sha ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan yoki boshqa vositalar orqali tarqalayotgan lavhani tagida, zamirida nima yotganini bilmaymiz. Balkim u ayol qandaydir bir ruhiy kasalligiga uchragandir. Balkim qanaqadir siz aytganingizdek qasd olmoqchi bo'lgan, lekin qasd olmoqchi bo'lgan odam baribir tagida ruhiyati kasal. U bolaga ziyon yetkazyaptimi? 9 oy o'zini vujudida olib yurgan farzandini qanaqa qilib ziyon yetkazish mumkin? O'shanaqa onalarni ko'pincha jamiyatdan chetlashish uchun o'sha qamoq jazolari yoki yana bir qanaqadir ma'muriy javobgarliklarga tortiladi-yu, biz uni keyinchaligini ham o'ylamaymiz. Agar u o'sha qamoq jazosini o'tab kelgandan keyin qanaqadir bir holatda men farzandlarimni sog'indim boshqa degan taqdirda ham uni baribir ruhiy sog'lomlashtirish kerak. O'zimizni tinchligimizni o'ylab qolganmiz. Lekin agar sen menga tegma, men senga tegmayman. Yaqinda ijtimoiy tarmoqni portlarkan bir voqeani esingizga solmoqchiman. Samarqandda chaqaloq hojatxonada tug'ilgan. Ya'ni to'lg'oq tutgan ayol tog'i toshlardan o'tib tez yordam punktiga yetib keladi va o'sha yerni hovlisiga kirib hojat istab hojatxonaga kiradi. Bu yerda chaqaloqni dunyoga keltiradi. Tug'ilgan chaqaloq esa hojatxona tirqishidan axlatga tushib ketadi va u yerda qutqaruv xizmatini chaqirishadi. Qutqaruv xizmati vakillari kelgunga qadar esa yaqin oradan o'tib ketayotgan ichki ishlar xodimlari mana shu chaqaloqni qutqarish baxtiga muvaffaq bo'lishadi. Hozir e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Asta. Sekin. Sekin avaylar. Doktorlar chaqiring. Doktor kengizar, doktor. Mana kengizar, tez kengizar. Doktor kengizar, doktor.
voy Mana kengizar, tez kengizar. Tez. Uzoq qoldi. uzoqma tezlashtiringizlar ey. Ya nafas olyapti. Молодец. Judayam bir ta'sirli voqea. Hozir har biringizni emotsiyangizni kuzatdim. Chaqaloq haqiqatdan ham hojatxonada tug'ilgan. Lekin uni mana shunday fidoyi insonlar, zamonamiz qahramonlari qutqarib qolgan. Zamira Beshiyeva ijodkor bo'lganingiz uchun hammadan ham ko'proq siz mana shu voqeaga ta'sirlanyapsiz. Nimalar o'tdi qalbingizdan? Ijodkor bo'lganim uchun emas, 4 ta farzandni onasi bo'lganim uchun ichim boshqacha bo'lib ketdi. Mana shu to'lg'oq vaqtlardan o'tganman. Farzandni dunyoga keltirish qanaqaligini bilaman. Mavzuni eshitganimda ayolni ayblagan edim. Rostini aytsam, balki boladan qutulmoqchi bo'lgan ayoldir yoki boshqacha vaziyatdir deb o'yladim, lekin haqiqiy vaziyatni bilgandan keyin yana ham g'alati bo'ldim. Sababi ayol farzandni dunyoga keltirishni xohlagan. U hattoki uzoq yo'l bosib tez yordam qidirib kelgan. Bu yerda ayolni ham aybi yo'q. Bu yerda ayol ham jabrlanuvchi. Xudoning mo'jizasi ekanki, shu bola tirik qolishi kerak ekan, tirik qolibdi. Qanday yo'l bilan bo'lsa ham. Bu Eng asosiysi fidoyi insonlarni bu yerda ayol ham mehnati qahramon sabab. shu ahvolda shu to'lg'oq bilan qiynalib yetib kelibdi shu yerga. Nimaga tez yordam yetib kelmadi? Nimaga bu ayol majbur bo'ldi shuncha yo'l yurib to'lg'oq bilan majbur bo'lib bordi, shu darajagacha boribdiki, o'z oyog'i bilan boribdiki, shu darajagacha boribdiki, mana siz ham ayol kishisiz bilasiz, hojatxonaga kirgan. Aslida unda to'lg'oq kelyapti. U shu darajaga yetib kelganki, oxirgi nuqtagacha yetib kelib, majbur bo'lib o'sha yerda o'zi sezmagan holda bola dunyoga kelgan. Bu birinchi tug'ruqmi? Ijtimoiy himoya past darajadaligini ko'rsatkichi. Albatta biz ushbu soha vakillarini ham chaqirganmiz ko'rsatuvimizga, lekin ular kelishmadi. Chunki qo'rqishadi mana shu savollar. Bekorga aytmadilar. Tug'ruq jarayonida o'sha hojatga chiqish holati hamma ayolda bo'ladi. Ya'ni o'sha xohish bo'ladi. Aynan u shifokor oldiga kirganmi undan oldin yoki shifokorgacha yetib bormadimi? Men sizni tushunaman, Zamiraxon, sizni ham tushunaman. Hozir juda kuchli bir emotsiyani boshingizdan kechiryapsiz. Hojatxonaning tashqi tarafidan biz alohida tuynik kovlashga harakat qilib, vaqt kam edi, chaqaloq yig'lab, ora-orada to'xtab qolayotgandi yig'idi. Barcha profilaktika inspektorlar qo'limizga ilingan vositalar bilan foydalanib, tuynik kovladik. Keling, hozir zamonamiz qahramonlarini studiyamizga taklif qilaylik. Aynan mana shu chaqaloqni qutqarib, uni yashab ketishiga sababchi bo'lgan insonlar, bular ichki ishlar xodimlari, leytenant Sardor Safarov hamda leytenant Bekzod Abdurahmonovlar. Marhamat. Men qarsak turib chalsam bo'ladimi? Zamonamiz qahramonlari turib olqishlasak bo'ladimi deya Moldova o'zlari shaxsan turdilar. Zamiraxon turib sizni olqishladilar. Qilgan ishingiz haqiqatan ham qahramonlik. Biz sizlar bilan faxrlanamiz. Biz sizlarga rahmat aytish uchun ham studiyamizga taklif qilganmiz. Endi o'zingiz bir boshidan aytib berishingiz mumkin. Nima bo'lgan, qanaqa holat bo'lgan va men bilgan bir voqeani aytishim mumkin. Hozir lavhada ham ko'rdik. Adashmasam hojatxona betondan qurilgan bo'lgan va o'sha betonni yorib, teshib, kichkinagina tirqishdan chaqaloqni Sardorbek qutqarishga oshiqqanlar va Bekzod ularning oyoqlaridan mahkam ushlab turgan, shu tariqa chaqaloqni qutqargansizlar, to'g'rimi? Qishloq vrachlik punktida shunaqa holat hojatxonada chaqaloq ovozi eshitilyapti deb xabar bergandan keyin shu atrofdagi yaqin mahalla profilaktika inspektorlari voqea joyiga yetib bordik. Bu vaqtda borganimizda chaqaloqni ovozi eshitildi ichkarida. Tuynik kichkinaligi sababli ham ancha chuqurroq joylashganligi uchun u yerdan olish imkoni yo'q edi. Hojatxonaning tashqi tarafidan biz alohida tuynik kovlashga harakat qilib, vaqt kam edi. U holatda chaqaloq yig'lab, ora-orada to'xtab qolayotgandi yig'idi holati. Keyin barcha profilaktika inspektorlari shu atrofdagi qo'limizga ilingan vositalar bilan foydalanib tuynik kovladik, qutqarishga muvaffaq bo'ldik. Ya nafas olyapti. Молодец. Bekzod, siz u yerda Sardorbekning oyoqlaridan ushlab turdingiz, to'g'rimi? Ya'ni yordam berdingiz. Bunaqa holat har kuni ham uchramaydi, to'g'rimi? Va o'sha sizni vazifangizga yoki kodeksingizga shu chaqaloqni hojatxonadan qutqaradigan degan vazifa ham topshirilmagan. Lekin sidqi dildan fidoyilik ko'rsatganingizni hozir hammamiz guvohiga aylandik. Marhamat. Haqiqatdan o'sha vaqt faqatgina chaqaloqni qutqarish xayolda edi. Bu faqat yig'i ovozi bir pasayib,
bir yo'q bo'lib qolgan vaqtda faqat shu intilib chaqaloqni qutqarishda xayolda. Onani holati qanaqa edi? Undan ham xabardormidingiz? Yo'q, uning holatidan hech xabarimiz yo'q edi. U bansiga olib ketishgan. Ketdi. Necha daqiqa vaqt ketdi chaqaloqni qutqarguningizga qadar? Taxminan 1 soatga yaqinroq vaqt ketdi. Ruslarda bitta gap bor. Shu bilan birgalikda hozir liboslardan ko'rgan bo'lishimiz mumkin, havo ham sovuq bo'lgan. Bahorning 1-kuni 1-mart ro'za boshlangan vaqt. Mana o'tgan oy bo'lgan voqeani aytib beryapsizlar. Hozir chaqaloqning holatidan xabaringiz bormi? Masalan, o'zingiz qutqargansiz. Tuman shifoxonasidan borib ma'lumot oldik. Holati yaxshi deyishdi, onani ham, bolani ham. Mana shu holatda chaqaloqni qutqarib qolgansizlar. Chaqaloq nafas olayotganmidi, shu holatda yig'layotganmidi? Lekin nafas olayotgan. Bir narsani aytib o'tish kerak, bunday holatlar har doim ham hayotimizda sodir bo'lavermaydi va mana shunday holatlarda tezkor qaror qabul qilish bir insonning hayotini haqiqatdan ham qutqarib qoladi. Akmal aka, sizda qanaqa holat yuz berdi hozirgi voqeani ko'rib? Menimcha boxabarsiz bunday voqeadan, to'g'rimi? Eng fidoyi insonlarimiz o'zi aslida ham mana shular. Kechasi soat 11mi, 2mi, 1mi qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, hattoki mana shu yerda hozir mana shu studiyada bemalol o'tirishimizga ham sababchi aynan shu vatan himoyachilari. Shular borki, biz qo'rqmasdan o'tiribmiz, bola chaqamiz tinch, xotirjamlikda o'tirishibdi va bularda hozirgi aynan shunaqa vaqtda juda ham bir tezkorlik bilan qilgan harakatlari tahsinga sazovor. Har kim ham bunaqa paytda reagiert qilishi juda ham og'ir. Lekin Akmal aka, bilasizmi, mana shu holatda biz ularga savol berganimizda bu bizni burchimiz edi. Bizni o'rnimizda xohlagan odam bu vazifani bajarishi mumkin edi degan bir jumlani ishlatishdi. Endi bu kamtarlik, o'ta kamtarlik. Hozir bu insonlar sabab chaqaloq nafas olyapti, chaqaloq yashayapti. Nega ayol hojatxonada aynan bolani dunyoga keltirdi degan savol berdingiz, to'g'rimi? Bizni ham mana shu savol qiziqtirib, biz murojaat qilganimizda hokim yordamchisi, xotin-qizlar masalalar bo'yicha yordamchisi bizga shunday ma'lumotlarni taqdim etdilar. Bu ma'lumotlarni hozir aytsam, hammangiz hayratdan aniq yoqangizni ushlaysiz. Molida birinchi tug'ruqmidi degan savolni berdingiz, to'g'rimi? Bu ayolni birinchi tug'ruqi emas. Bu ayol chaqaloqqa qadar 3 ta farzandi bo'lgan. Ayol 40 yoshdan oshgan va homilador ekanligini bilmagan. Shu yoshga, shu paytgacha 9 oygacha homilador ekanligini ayol bilmagan va qanaqadir og'riq paydo bo'lgan qorin qismida tez tibbiy o'sha yordamga borgan o'zi. Bizga berilgan jurnalistik surishtiruv natijasida javoblarni sizlarga aytyapman. Tez tibbiy yordamga borgandan keyin shifoxonadagi hovli hojatxonasiga kirishga majbur bo'lgan, chunki hojat istab qolgan. Va kirganida u yerda bolani dunyoga keltirgan. Bola esa hojatxona tirqishidan chiqindiga tushgan va mana shu ichki ishlar xodimlari qutqargunga qadar u yerda bilasizlar qanaqa yomon gaz chiqadi. Bola o'sha gazdan nafas olishga majbur bo'lgan va hozir perinatal markazida bola saqlanayotganligi haqida xabarimiz bor va ona ham kuchli depressiyani, stressni boshidan o'tkazgani uchun ona ham hozir davolanishda. Shu bilan birgalikda ularni hozir o'sha davlat o'z muhofazasiga olgan, davolayapti, ya'ni kerakli yordamni ko'rsatyapti. Mana shunaqa holat. Bunday bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ayollar, biz menopauza deb aytamiz, o'shandan keyin farzand bo'lib qolganini bilmay qolishadi va ko'pchilik undan oldin mioma bo'lib yurgan bo'ladi yoki kista bo'lib yurgan bo'ladi. Ular o'sha narsa rivojlanayotgan bo'lsa kerak, o'sha narsa o'sayotgan bo'lsa kerak degan xayolga kelgan. Lekin 9 oylik bola ona bilmasligi mumkin. Qara, yo'q, mana bekorga emasga menopauza deb aytmayman. Ya'ni o'sha hayz keladigan mahallari qoladi. Mioma ham shunaqa-ku, u ham qimillab turadi. Yo'q, qimirlaydi, qorin qimirlaydi. Shu narsa hayratga soldi. Shuning uchun men aytyapman, bu ayol kishini ozgina omilligi ham bu yerda bordi, borib ko'rinmagan, voy men bu yerda ishga bolasi bo'lib turib ham omil bo'lishi mumkin o'sha darajada. Bo'lishi mumkin. Eng chekka qishloqlarda shunaqa holatlar bo'lgan, tug'ib qo'ygan holatlarida voy farzand bo'lgan ekan degan holatlar bo'lgan. Ayol 3 ta farzandi bor, balki rejalashtirmagandir farzandli nazoratdan o'tmagan. Chunki meni bir qo'shnim ham homilador bo'lganda biroz So'lachadan kelgan bo'lganlar, hattoki bolani dunyoga keltirmaguncha hech bir qo'shni uni homilador ekanligini bilmagan. Chunki bilinmagan shunaqa qomatga ega bo'lgan ayollarimiz ham yo'q emas. Sardor Bekzod, o'sha ayolni ijtimoiy ahvoli qanaqa? Bu oilani ijtimoiy ahvoli yaxshi deb bo'lmaydi. Nurobod tumani asosan chorvachilik orqasidan kun kechiradi. U yerda ham turmush o'rtog'i va o'zi chorvachilikda orqasidan kun ko'rishadi. Bu borada tuman prokuraturasi surishtiruv ishlarini olib borgan tegishli tartibda. Ehtiyotsizlik oqibati holati ko'proq ko'rinyapti. Oiladagi reja, oiladagi muhit, hammasi baribir hamma nazorat qilinadi. Turli xil kasalliklar vajib bo'lishi mumkin degan fikrlar ilg'a suryaptilar. Men bunaqa bo'lmasa kerak degan fikrdaman. Sababi
ayolda agar o'sha aytganlaridek mioma yo boshqa kasalliklar bo'lgan taqdirda ham ayol baribirga ham nazoratga qorni shishi va boshqa holatlarda o'zidagi o'zgarishlarga unaqa shundoqligicha bu narsa qolib ketmagan bo'lsa kerak, bir boshqa omillari bo'lsa kerak. Endi kasalxonadan chiqqandan keyin oila bilan suhbatlashgandan keyingina masalan bunga bir fikr bildira olamizda. Endi hozir qarang, mana bu chekka bir qishloqda bo'layotgan tog'u toshlarda o'sha dehqonchilik yoki chorvachilik bilan shug'ullanayotgan ayolning taqdiridan boxabar bo'lyapmiz-da. Hech narsa kechirib bo'lmaydi buni odamni, bolani o'lim darajasiga olib kelishiga. Borib murojaat qiladi-da. Qarang, shu paytgacha kelgan ekspertlarimiz aytishardi-da, mana hozir tibbiy xizmat zo'r, ayollarimizga, xotin-qizlarimizga juda katta imkoniyatlar yaratilgan va men shunda alohida savol berardim. Bu faqat poytaxtdami yoki chekka qishloqlarda ham ayollarning salomatligiga befarq bo'lmagan tibbiyot xodimlari bormi deganimizda va u yerdagi uskunalar ham zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanganmi degan savolga ha albatta Toshkentda qanday bo'lsa, hozir qishloq joylarda ham sharoit shunaqa deyishdi. Demak, sharoit shunaqa bo'lgandan keyin hozir ayb yana o'zimizda bo'ladimi? Ya'ni bizning tibbiy bilimimiz yetarli emasligidami? Yo'q, endi bu yerda doktorni, mediklarni ayblash ham menimcha noto'g'ri bo'ladi. Sababi fuqaro o'zi bir meditsinaga murojaat qilmasa, boshqa qilmasa, endi uni nazoratini doktorlar uyiga kelib, sen og'rayapsan, sen bu yerga kirmagin. Men to'g'risini aytaman, birinchi eshitganimda men boshqacha fikrda edim. Shu hojatxonaga kirgan ekan deb. Bu yerdagi holatda ko'proq ehtiyotsizlik oqibati bo'lib chiqyapti-da. Bu yerda mediklarning aybi yo'q deydi. Endi 40 ga kirgan ayolga homiladormisiz deb kirishmagandir-da balki. Endi 3 ta bolasi bor 40 ga kirgan ayolda o'zi balki rejasiz homilador bo'lib qolgandir, to'g'rimi? Men to'g'risini aytsam 42 yoshda tuqqanman. Shuning uchun unaqa gap gapirmaylar. Hozir o'zim g'alati sezyapman. Yo'q, aynan xuddi shunaqa holat bo'lgan menopauza davrida men ham bu 3-farzandim, bu bolani men 3 oygacha bilmaganman. Men ham oliy ma'lumotliman. 3 oygacha, lekin tug'guningizgacha. Yo'q, shuning uchun men aytmoqchimanki, bu tog'i toshlarda shunaqa joylar bor. Misol uchun mana hozir bekorga chorvachilik demayaptilar. Tog'i tepasiga chiqib ketishadi, u qo'ylari bilan keyin yarim yildan keyin tushadi, to'g'rimi? Demak 9 oydan keyin tushganlar. 9 oydan keyin. O'shanaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin u uyda erkak bormi? Erkak nimani bila oladi? Endi ayol bilmagandan keyin erkak qanday bilsin? Lekin bizning asosiy bugungi mavzuyimiz zamonamiz qahramonlari. To'ppa-to'g'ri. Bular zo'rg'a rozi bo'lishdi, chunki bunday qahramonlarni yana bir bor aytaman, bular men qahramonman deb ko'krak kerishmaydi. Bular shunchaki bu bizning vazifamiz, bu bizning burchimiz deya oddiygina kamtarona javob berishadi xolos. Mana o'zlari ham ko'ryapsizlar, 10 ta savol bersam bitta javob berishyapti. Avvalambor rahmat, sizday fideo insonlar ko'payishiga tilakdoshmiz. Yoshingiz nechida sizni? 27 yoshman. 27 yoshda. Sizchi? 29 yoshda. Eng asosiysi bular chaqaloqni qutqarib qolishgan va Sardor haqida bir gap aytmoqchiman. Chaqaloqni ismini sizni sharafingizga Sardor deb qo'yishdi, to'g'rimi? Shunday deb eshitdim. Juda xursand bo'ldik buni eshitib. Sizga o'xshab mana shunday fidoyi inson bo'lib ulg'ayishiga tilakdoshmiz. O'rtoqlarimiz o'zi formani kiyishibdi, shu kasb tanlashibdi, shuni o'zi qahramonlik. Xalq uchun, tinchlik uchun 24 soat mehnat qilishyapti, bashini o'zi qahramonlik. Endi o'zi bunda olib kelib qarasa, sohaga emas, insonlarga baho beriladi. Sababi har birimiz turli xil kasbga kiramiz. Lekin bular haqiqatda mashaqqatli, og'ir, kerak bo'lsa ayrim holatlarda kerak vaqtida rahmat ham eshitmasdan xizmat qilib jonini jabborga beradigan kasb, ularning kasbi haqiqatda 24 ga 7 og'ir kasb. Aksariyat hollarda bunaqangi narsalar vaziyatdan kelib chiqqan holda o'ylab o'tirilmasdan nimadir manfaat uchun qilinmaydi va shuning uchun sizlarga alohida rahmat deyman. Chunki o'sha kir joyga, sovuq joyga tushishga ikkilanmasdan shu bolani qutqargansiz. Haqiqiy bu bolani haqiqiy otasi, haqiqiy qutqaruvchisi siz desak ham bo'ladi. E'tiborimiz boshqa atrofdagi shovqinlarga, baqir-chaqir ovozlarga emas, bolani ovozi faqat xayolimizda. Tinmasin, shu yig'lasin faqat yig'lab dedingizmi? tursin deb. Vafot etib qolganda ko'nglimizda qolib ketardi-da o'sha narsa. Shuning uchun yig'i ovozi eshitilib tursin deb tez-tez kovlashga harakat qildik-da. Menimcha Sardor Bekzod studiyamizda hozir rosa chiroyli gaplar aytilyapti sizni sha'ningizga. Maza qilib o'tiribsizlarmi? To'g'risini aytinglar. Chunki haqiqatan ham insonlarning mana shunday mehr muhabbati va sizni sha'ningizga aytilgan yaxshi gaplari sizdan ko'ra ko'proq ota-onangizga manzur bo'ladi. Yaxshi ham shunday farzandlar dunyoga keltiribman, yaxshi ham shunday farzandlarni ulg'aytiribman. Va fursatdan foydalanib, sizning oila a'zolaringizga biz ham rahmat aytmoqchimiz. Mana shunday mard o'g'lonlarni ulg'aytirib, yurtimizga posbon bo'ladigan darajada o'stirganliklari uchun. Rahmat sizlarga katta.
va biz juda ham xohlardik yurtimizdagi har bir o'g'il qiz mana shunday fidoyi inson bo'lib ulg'ayishini, yurti uchun, vatani uchun jonini fido qilishga shay bo'lishini. Shunda hamma yaxshiliklarga guvoh bo'lamiz. Hech qanday yomon voqealar bizni kayfiyatimizga ta'sir qilmaydi. Chunki bu voqeani boshida ko'rganlar juda ham tushkun holatda edi va biz qahramonlarimizni studiyamizga taklif qilganimizdan so'ng hamma ekspertlarimiz va bu yerga yig'ilgan yurtdoshlarimiz ham yuzida tabassum paydo bo'ldi. Sizlarni ham qalbinglar jo'shib turibdi. Eng asosiysi chaqaloqda gunoh yo'q. Eng asosiysi hayot ekan. Eng asosiysi. Yana bu bola hamma yog'i butun, sog'lom, pahlavon tug'ilgan ekan. Kattagina chaqaloq. Shunday joydan tirik chiqdi shu bola. Endi men bu yigitlarga qarab 20 yildan keyin, 25 yildan keyin shu yigit bilan o'sha bola uchrashadi, xudo xolasa. Shu 24 soat bilan xizmatda bo'ladi. Shularni boriga shukr. O'sha chaqalog'imiz ham sizlarga o'xshab xalqimizga xizmat qiladigan yigitcha bo'lsin. Aytganingiz kelsin, rahmat aytamiz. Qahramon bo'lish uchun qandaydir niqob taqib, uchar bir qanotlarga ega bo'lish shart emas. Shunchaki inson kabi ikkita oyog'ingiz, qo'lingiz va aqlingiz bo'lsa, siz xohlagan paytingizda qahramonlik qila olasiz. Shunchaki keksa insonlarni yoshki, yosh bolalarni yo'lni bu chetidan u chetiga o'tkazib qo'yish ham bugungi kunda qahramonlik. Hamma ham bunga jazm eta olmaydi. To'g'rimi? Yo'q, men buni qilmayman desa ham hech kim bularni jazolamasdi ham, nima ham qilmasdi-da. Tasavvur qilish qiyin. Chiqindining ichidan chiqindi deyishga majburmiz. Chaqaloqni olishi o'zi ham matonat kerak. Bularni yonida yana o'sha turganlarga ming rahmat, chunki u joyi qazib olish oson bo'lmagan. Betonni sindirishgan. To'ppa-to'g'ri. Uni ustiga bilasizmi, xavf juda ham katta bo'lgan. Beton sindirayotgan payti bino ham o'pirilishi mumkin edi. Chaqaloqni ustiga tushgan. Hamma narsani anaqa, lekin bular o'sha joyini boshqasini o'lchamini olib boshqa qilishgan. Endi ko'rib turibmiz ekran orqali bir nechta tashkilot vakillari ham ishlayapti, xolisona oddiy xalqimiz ham yordam beryapti. Barchasiga rahmat. U axlatxonadan keyin qanaqa holatda chiqdilar, o'zlari ham biladilar. Ikkinchisi oyog'idan ushlab turibdi bu yoqda. Yana bir narsani eshitdingizmi? E'tibor bilan tinglagan bo'lsangiz, yosh haqiqatan ham kadr ortida ko'proq gapirishgan edi, lekin bu yerda hozir hayajon borligi sababli juda og'ir bosqilik bilan javob berishyapti. Ana u yerda bular bir narsani xohlashgan ekan, ya'ni chaqaloqni ovozi to'xtab qolmasin, ovozi jim bo'lib qolmasin, chunki jim bo'lsa, bo'ldi, chaqaloq o'lib qolgan bo'ladi deb juda tezkorlik bilan harakat qilishgan ekan. Mana hattoki ona qayerdaligidan xabarlari yo'q. U yerda nima bo'layotganidan xabari yo'q. Faqat bular o'sha mo'ljalni chaqaloqni qutqarishga qaratishgan. Bu yerda xodimlar bitta biz emas edik, bir 5-6 kishi bor edi. Hammamiz birgalikda yetib keldik bu yerga. Kovlayotgan vaqtimizda chaqaloqni haqiqatan ovozi to'xtab qolyapti. O'sha vaqtda e'tiborimiz boshqa atrofdagi shovqinlarga yoki bo'lmasa boshqa bir baqir-chaqir ovozlarga emas, shu bolani ovozi faqat xayolimizda. Tinmasin, shu yig'lasin faqat dedingizmi? Bekzod, siz aytgan ekansiz, qanday qilib yashaymiz agar mashhur chaqaloqqa nimadir bo'lsa degan bir holatda harakat qilibsiz, a? Vafot etib qolganda ko'nglimizda qolib ketardi-da o'sha narsa. Shuning uchun yig'i ovozi eshitilib tursin deb tez ko'lashga harakat qildik-da. Bilasizmi, hozir vaziyatni eshitib, endi men aktrisaman, rejissyor emasman. Agar imkoniyatim bo'lganda shu vaziyat haqida alohida bir film qilishni taklif qilgan bo'lardim. Bir necha yildan beri zamonamiz qahramonlari qidirilyapti va soxta ravishda bularni yasashyapti. U yerda bu yerda eshitilgan voqealarni qo'shib chatib, ulardan ssenariy qilib qahramon qiyofasini yaratishga harakat qilishyapti. Vaholanki yonimizda haqiqiy qahramonlar bor. Bu birinchi mavzu va yana aktrisa sifatida har qanaqangi voqeani eshitsam yoki kitob o'qisam, birinchi bo'lib agarda men degan narsa yoqiladi menda va mana shu ayol o'rniga o'zimni qo'yib ko'rdim. Nimaga mana shu raqamli vaziyatga tushib qolgan bo'lishi mumkin? Men o'zimni aynan mana shu Samarqandning uzoq bir qishlog'ida tog'da yashayotgan ayol sifatida ko'rdim. Shunaqangi muhitki, qanaqangi bosimlar, qanaqangi sharoit bo'lishi mumkinki, u 4-farzandini shunday sharoitda olamga keltirdi. Nimalar turtki bo'lgan bo'lishi mumkin? Ijtimoiy ahvoli qanday bo'lgan? Bu narsani bekitib yurganiga ham biz hali ijtimoiy qatlamni butunlay qamrab ola olmaganimiz, hammaga, har bir ayolga yordam bera olmayotganimiz, hammani eshita olmayotganimizni bir ko'rsatkichi. Bu birinchidan. Ikkinchi taraflama tibbiyot tomonlama ham oqsoq taraflarimizni ko'rsatadi. Fertil yoshdagi har bir ayol patronaj hamshiralar tomonidan nazoratda bo'lishi kerak. Nimaga bu ayol 9 oy davomida ham hech kimni shubhalantirmagan, hech kim nazorat qilmagan. Ma'lum vaqt oralig'ida har qanday ayol butunlay tibbiy ko'rikdan o'tishi shart. Lekin bu ayol bu ko'rikdan umuman o'tmagan. Eng oddiy vrach ham 4-homilani payqay olardi. Shu narsaga endi mana shu holatga tushish juda ayanchli holat. To'g'ri.
bu narsani Zamira, Vaysila opa, bu biz savollar bilgan bizda ham holat. bor. Bu qilishni rejalashtiryapmiz. Mana shu ayol taqdiri yoki shunga o'xshagan ayollar taqdiri haqida alohida ko'rsatuv qilamiz va eslatib o'taman, bu yoshlarga o'rnak bo'lishi kerak. Har bir yosh qalbida vatanga bo'lgan tuyg'usi, vatanga bo'lgan mehrisi, vatanparvarlik bir tuyg'usi bilan ulg'ayishini xohlaymiz. Va fursatdan foydalanib barcha ekspertlarimizga rahmat aytamiz kelganingiz uchun. Sizlarga alohida rahmat. Ishingizda faqatgina omadli mana shunday voqealar sodir bo'lsa ham muvaffaqiyatli bir vaziyatlar sizga doim hamrohlik qilsin. Kelajakda yanada ko'proq qahramonlik qilganingizda yanada studiyamizga taklif qilamiz va bunday noxush xabarlarni hech ham eshitmaylik. Eshitsak ham oxiri omadli yakun bo'lsin, xuddi ertaklardagi singari. Aslida esa eng oliy baxt bu ayol uchun berilgan onalik baxti. Har bir xohlagan insonga, xohlagan ayolga onalik baxti nasib etsin deymiz. Farzandlarni asrab avaylash va bugungi qahramonlarimiz singari vatanga fidoyi qilib ulg'aytirish esa har bir ota-onani burchi. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousini kelgusi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.